Assalomu alaykum barchaga. Men Sevinch Tolipova va sizlarni yangi kanalimni ko'rganimdan xursandman. Avvalambor o'zim haqimda tanishtirib o'tsam, men Sevinch Tolipova va men sertifikat olganman ingliz tili bo'yicha. Keling, birinchi bo'lib o'zi SAT nima va nechta skilllardan tashkil topganini ko'rib chiqsak. SAT bu DTMga o'xshagan test deyiladi, faqat top universitetlar uchun bizlar topshiramiz. SAT bizlarda ikkita qismdan tashkil topadi va bu birinchisi bu bizlarda evidence based reading and writing deb hisoblanadi. Bunda ham o'qish qismi, ham yozish qismi bor. Va ikkinchisi bu matematika hisoblanadi. Xo'p. Evidence based reading and writing da bizlarda 27 ta savol turi bor. Va bunda bizlarga 32 minut beriladi. Xo'p. Va SAT da bizlarda ikkita modul tashkil etiladi. Ya'ni modul bu 2 marta topshirasiz. Birinchi modul bu bo'ladiki bizlarda oson. Lekin ikkinchi modul ozgina qiyinlashadi. Ya'ni agarda siz birinchi modulni yaxshi qilsangiz, ikkinchi modul bizlarda ozgina qiyinlashadi. Xo'p, endi matematikaga kelayotgan bo'lsak, matematikada bizlarda 22 ta savol va buning ichida bizlarda ochiq savol va yopiq savol ham tashkil etiladi. Va bu bizlarda 37 minut vaqt beriladi. Va buni bizlar Digital SAT da topshiramiz. Ya'ni Digital SAT bizlarda 8 oy davom etadi. Hozirgi yaqin oylar bu August, September, October and December hisoblanadi. Va buni bizlar Bluebook'dan topshiramiz. Bluebook saytida. Shu yergacha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agarda savolingiz bo'lsa, bemalol kommentariy qismida yozib qoldirishingizni so'rayman. Xo'p, endi esa sizlarga SAT bo'yicha planni beraman. Xo'p. Agarda siz Monday kunidan boshlasangiz, dushanba kunidan boshlayotgan bo'lsangiz, xo'p, bizlarda eng qiyini reading va sizlardan maslahat berardim readingdan boshlashni. Va Tuesday kuni siz writingdan boshlaysiz. Faqat writing plus readingni olib ketishingiz kerak. Chunki deganda readingni ko'pchilik qiynalishadi va readingdan katta ball olish uchun har kuni praktika qilish kerak hisoblanadi. Xo'p, va Wednesday kuni agarda siz matematikani bajarayotgan bo'lsangiz, matematika plus readingni bajarasiz. Endi esa bizlarda Thursday bor. Thursday kuni siz ozgina praktika qilasiz, hammasi o'tilgan bo'yicha. Friday kuni siz o'rgangan narsalaringizni qaytarasiz, ya'ni revision. Va bizlarda Saturday bor. Bu kuni
siz reading plus yana writing classes. Va bizlarda Sunday bor, guys. Sunday. We have a Sunday. So, siz matematika plus reading classes. Agarda sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, men juda xursandman va kanalimni va qo'llab-quvvatlashni unutmang. Sizlar bilan Sevinch Tolipova keyingi videoda ko'rishguncha bye.